Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Ming bor uzr, ozgina o'rtada ko'rinmay qoldik. Sababi bitta butun obyektimizni tayyorlagan, ikkita kvartirani tayyorlaganmiz noldan. Xudo xolasa uni obzorini qilib beramiz. Oz qoldi. Hozir 3-chisini ham boshlab yuborganmiz. Bir chekkadan ketyapti ishlarimiz. MDF-largacha qo'yganmiz, xudo xolasa. Ungacha o'rtada mana bunday bitta ishni ham qo'ydik. Sababi klientlarimiz kutib qolmash kerak. Hammasini bir xilda ko'yinib olib ketyapmiz, xudo xolasa. Bu shkafimizni joyi 360 ga 320 joyga yasab berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Zazorlarni hamma tomonlama, ruchkalarni ham mana bunday neobычный chiroyli ruchkalardan qo'yganmiz, do'stlar. Xo'p. Ichini chuqurligi 60 sm bo'lgan kashmir ultra dekor rossiyskiy laminatdan tayyorlab berganmiz. Bu yerga tortmalarni joylab berganmiz. Hammasi davutchilik, ko'rib turibsizlar. O'zi sekin tortib oladi. Polkalarni qo'yib berdik, do'stlar. Tepa qismiga hozir bo'yimiz yetmaydi. Sababi mana shu eshikni o'zi 2 qirradan keyin tepasi отдельный bo'ladi. O'shani hisobiga tepani antresol qilganmiz. Bu yerga eshilkasini qilib berdik. Chiroyli qilib tepaga seshchalarni ham joylab berdik. O'sha uyda dokumentlari, moddiy boyliklar. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, endi tepa past qilib mishilkalarni qo'yganmiz. Eshigimizni balandligi 2.40 hisobiga 2.30 bo'lgan eshigimiz, poldan o'zi 2.40. 5 tadan petli qo'yganmiz. Ko'pchilik bilsiz, petlarning o'zini to'g'ri bo'lib qo'yadi, lekin eng asosiy yuk tepa qismiga tushadi. Sababi eshik ochilganda oldiga ko'proq yuk tushadi. Yana kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. To'g'ri qilganmizmi, noto'g'ri qilganmizmi? Shuni bir qator izoh berib ketasizlar. Xo'p. Mana bu tomoniga ham xuddi o'sha tomonda bo'lgandek qilib takrorlab qo'ydik. Ikkita tortmasini qilganmiz. Bezruchka variantda hozirgi holatdek. Mana ko'rishinglar mumkin, bemalol bezruchka variantda bo'lgan, do'stlar. Bu ishimizni xudo xolasa Samarqand viloyati Pastdarg'om, Nayman qishlog'iga qo'yib o'rnatib berdik. Ko'rib turibsizlar, devorlarigacha plankalarni qo'yib, mana shunday holatda chiqarganmiz. Ishimizga o'zingizlar baho berasizlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, niyat qilganlar bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Pastda nomerlar qoldirib o'tamiz. Kimga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Albatta biz sizga aloqaga chiqamiz. Sizlar bilan Yevro Mebel bo'ldi. Yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.